Hasal harisidagi Qur'on mo'jizasi. Muhammad Yusuf. Shaksizki Qur'oni Karim doimlik mo'jiza bo'lib, hech kim uningga o'xshash bir kitobni maydonga keltirolmaydi. Bu Alloh taolo buningdan 14 asrdan ko'proq vaqt ilgari shu zamonlarda she'riyat va adabiyotning eng yuqori pallasiga yetgan arablarga qarata e'lon qilgan munoziradir. Mo'jiza kishilar o'xshini maydonga keltirishdan ojiz keladigan odatdan tashqari ish deganlikdir. Qur'oni Karimda Nahl, ya'ni Hasal harisi surasi degan 128 oyatlik bir sura bor. Bu suraning 69-oyatida Alloh taolo mundaq degan: Rabbing Hasal harisiga, tog'larga, daraxtlarga va kishilar tayyorlagan sanduqlarga uv yasig'in. Ondan keyin turli mevalardan yegin. Rabbing sana o'ng'aylashtirib bergan yo'llarda yurgin deb vahiy qildi. Uning qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil rangli ichimlik hasal chiqadi. Buningda tafakkur qiladigan qavm uchun ibrat bor. Hasal harisi millionlarcha yillardan beri Alloh taolo ko'rsatgan bu ta'limotdan qilcha chatmagan holda o'ziga xos programma va xos tabiat bilan harakat qilib kelmoqda. Yuqorqi oyatlarning tog'larga, daraxtlarga va kishilar tayyorlagan sanduqlarga uv yasig'in degan qismida Alloh taolo hasal harlarini oldi bilan tog'larga, ondan daraxtlarga, ondan keyin sanduqlarga uv yasashga buyurgan. İlmi tədqiqatlardan ma'lum bo'lishicha, hasalning eng yaxshisi tog' hasili, uningdan qosi daraxt hasili, ondan sanduqlarga uv yasig'an hasal harlarining hasallari ekan. Mana bu tartib yuqorqi oyatning rad tartibi bilan tamoman muvofiqlashgan. Yuqorqi oyatdagi ittaxizi, kuli, fasluki, ya'ni uv yasig'in, yegin, yurgin degan so'zlar muannas, ya'ni ayollik fe'ili shaklda kelgan bo'lib, hozirgi zamonda ilib berilgan ilmiy tadqiqotlarda hasal harlarining hasal ishlab chiqaradiganlari, tozaliqchilari, qo'g'dug'uvchilari, soqchilari qatorliq barliq ishchilari kishi harlar ekanligi isbotlandi. Bu yerda Alloh taoloning muannas fe'li, ya'ni ayollik fe'ili bilan xitob qilish orqali so'zini kishi harlarga qaratganligining hikmati o'ttirg'i chiqadi. Alloh taolo uning qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil rangli ichimlik hasal chiqadi degan oyatda hasalning insonga shifoliq ekanligi haqida xabar bergan. Hasalning shifoliq ekanligi ilmiy tadqiqotlar va hayot tajribalari isbotlab kelgan shaksiz haqiqatdir. Hech kim buning aksini so'zlayolmaydi. Uvi yasig'in, ondan keyin turli mevalardan yegin degan oyatda summa, ya'ni ondan keyin degan so'z ishlatilgan. Bu so'z ish harakatning orqa qilinadiganligini ifodalaydi. Ya'ni uni bexatar, puxta qurib olgandan keyin ondan mashg'ulotni boshlag'in deganni bildiradi. Qur'oni Karim mana mushundaq inchki nuqtalarga musal qaramagan. Chunki u olamlarning Rabbi Allohning so'zidir. Ilmiy tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, hasal harisining aeroplanga o'xshash havoda o'ziga xos yo'li bo'lganning sirtida beshida o'z uvusini ko'rsatib beradigan apparati bor ekan. Shunga hasal harisi uvusidan necha kilometr yiroqlarga kessimi, yana uvusini tepib kelalaydi ekan. Hasal harilari o'z oralarida ishorat tili bilan so'zlashadi ekan. Karl von Frisch apandim 1973-yili harlarga xos ishorat tilini yashganligi sababli Nobel mukofotiga erishgan ekan. Her kunining issiqlik darajasi yil bo'yi 34 graduslik holatda turadigan bo'lib, harlar buni to'plashish va qanot harakatlarini ishga selish bilan tamponlashtirib turadi ekan. Hasal harlarining xizmatlari o'z orasida taqsimlangan bo'lib, kichik harlar har kunining ichida, cho'nglari bo'lsa teshida ishlaydi ekan. Ularning yana ishik boqarlari va har kunining ichidagi tozalik ishlariga mas'ullari bor ekan. 1 kilogram hasal ishlab chiqarish uchun 100 minglagan hara, millionlagan chechaklarga qo'nadi ekan. Hasal harlaridagi bu intizomchanlik nereden kelgan? Shaksizki, hasal harlaridagi bu mukammal intizomchanlik ularning vahyiga ergashganligi va Alloh taolo buyurgan bo'yicha ish ko'rganligidan kelgan. Chunki vahyiga ergashganlar hargizmi ezib ketmaydi, xatolashmaydi. Shunga payg'ambarlar xatoliklardan pok zotlardir. Chunki ular vahyiga ergashgan zotlardir. Alloh taolo faqat ikki turlik maxluqot qilib vahiy qilgan bo'lib, ularning biri inson, yana biri hasal harisidir. Demak, vahyiga ergashgan inson hasal harisiga o'xshash go'zal va xushpuroqlarni izlaydi. Boshqalarga go'zal, pok, xushpuroqlarni beradi.
insonlarning orasida atrofida va kishilarda go'zallikni ko'radigan va shuni beradigan hasal harisi xarakterliklari faqat satlikni ko'radigan va ziyonli mikroblarni beradigan chivin xarakterliklari bu.